talabalarga nima kerakligini yaxshi bilaman. Birinchi navbatda mana shu narsalardan kerak. Yo'q, bu ko'p oqroq ekan, sal qararoqlar. Unaqasi yo'q-da bizda, lekin kerak. Xonadoshlaringizdan 100 50 tashlab, mana shunaqa vishilkadan olib ketishlaringiz kerak. Bunda seryozni kostyum shim bilan ildirib qo'ysangiz bo'ladi. Pastki qismiga oyoq kiyimlaringizni qo'ysangiz bo'ladi. Kostyum shimi bilan o'siltirib qo'ysangiz ham yerda turib chang bo'lmaydi. Undan tashqari bu xonadan bu xonaga bunaqasidan haydab yursangiz ham bo'ladi. Yana o'qishga bilib ketmanglar. Talabalar uchun zo'rni ko'rsatishda davom etaman, ko'ryapsizmi? Uning ichiga suv solib qo'yib, shunaqasini aylantirib, olis skletchangni biz tushunmamiz, mana buni berdim, bunday qotirib, keyin ochish kerak ekan. Mana shunaqasidan pollarni artib chiqarasizlar. Skletcha qo'yasizlar menga. Ekonomchisizlar, juda ham ekonom qilasizlar. Bitta tish pastasini olib 4 kishi 1 yil davomida ishlatmoqchi bo'lsangiz, kapilkadan tanlanglar, chunki har xillaridan bor, eng originallari, ana tishni emalni kuydirib qo'ymaydiganlari, misvoqlaridan hammasidan bor. Kelasiz, olasiz, oxirgi joni chiqquncha bitta o'qiyda ishlatasiz. Sovundan studentlar ikkita maqsadda foydalanish mumkin. Birinchisiga qo'lini yuvadi, ikkinchisiga yuzini yuvadi. Nima darrov boshqacha xayolga boryapsizlar? Kir yuvish kukunlari. Agarda xonangizda avtomat, pol avtomat kir yuvish mashinasi bo'ladigan bo'lsa, kukunlarni har xilidan kelgan. Agarda qo'lda yuvamiz desalaringiz ham, qo'lingizni haligi cho'ngak qilib qo'ymaydigan zo'rlardan kelgan. Narxi qimmat desangiz, skidkadagilardan ham bor. 1 yilga yetadi jo'rajon. Yo'q. Ha, bu ket. Bu reklama emas. Ichiga suv solib ham 1 yilgacha ishlatish mumkin bo'lgan shampunlarni ko'rsataman. Mana shu shampunlar keyin menga yoqadigan Dove shampunlari. Men bularga bemalol 1 yil yana suv solib ham ishlatib yuraverasiz. Kapilkani ikkinchi tashlab. Talabalik davri esimga tushib ketdi. Paypoq etib shunday tashlasak, paypoq yotish kerak bo'lsa, tim-tik turardi. Plasmas bo'lib qolganda, studentlar sizlar uchun paypoqlarni zo'ridan kelgan. Har xilidan bor, hozir kalta paypoqlar urfga kirgan, ulardan ham bor. Plasmas paypoqlarni tashanglar. Rolton, shunga o'xshagan yarim tayyor mahsulotlarni birinchi qavatdan topishingiz mumkin. Shuni objoshkaga solib, qaynatib, mana qarang, tayyor o'zini kosachasi bilan bor. Pastda yuvmaysizlar-ku baribir, shuning ichidan nima qilib ketaveradi. Talabalik davrim mening davrim